Assalomu alaykum barchaga. Mokraydan zo'ntularimiz tayyor bo'ldi gaz tepasiga. Bunaqasi 83, yoniga 95. Bunaqasiga 95. Balandligi bu yergacha 50 sent balandligi. Orqalariga bir e'tibor berasizlar. Orqasi tekis, devorga yopishadi. Bu joy shlaka bilan to'nni chiqib qolgan joyi, shlaka bilan hisob bor edi. Bu yoni 27 qochgan. Bu yoq 35. Shlaka bilan to'mpasini hisobi. Yoniga 7 sent. Bu yog'i 30 necha ham qoldi. To'rxonali gaz tepasiga o'rnatamiz. Turbasining og'zi diametri 200 li. Material mokraydan, qalinligi 0.5. O'ta chiroyli, gavdali holatda chiqdi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Usta akalar, baho berib qo'yasizlar ishimizga. Kuzatib berayotgan usta akalar. Choklari yapon choq qilganmiz. Yaxshi ushlamaganda qarashlar, kilit yemagan, kilit yegan mutlaqo.